Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana oddiy tovuq bozori, qora tovuq, oq tovuq, hali arzonroq tovuqlar bor, dekorativ tovuq, dakandan zerikkanlar uchun mana maza qilib tomosha qilasizlar, xudo xolasa. Aka, nech puldan bo'lyapti ular? Oq Odam syomka qilanda faqat. Yo'q, siz syomka qilmang. Nech puldan abi? 25 ming. Ketdik. 10 yevro. Mana brullar jo'jalar. Bu brullarlar qanchadan aka? 30 ming, 40 ming. Nech kilolik bular? 1 kilolik. 1 kilolik. Egasi. Tosh yutib olganga o'xshaydi. Oq. Bu oq tovuqlar qanchadan? 50 mingdan. Zo'r. Bu hamma oq tovuq ekan. Qora tovuqni ko'rsatay sizlarga. Oq tovuq. Olibcha foyda qilish qiyin. Qora tovuq olinglar. Tuxumi ham foydali bo'ladi. Xo'p, jo'jalar chiqishni boshlabdi ana. Bu qora tovuqlar nech puldan? 200 mingdan. 200 mingdan. Hindu bilan. Qimmat ekan. Bu jo'jalar nech puldan aka? Aka jo'jalar. Bular 15 ming, bular 20 ming. 20 ming. Nech kunlik endi bu 20 ming? 15 kunlik mana. Yaxshi, bozoringiz bersin. Zo'r. Ye, hoji aka. Assalomu alaykum. Ishlaringiz charchamayapsiz? O'zingiz yaxshi? Rahmat, sizlar bilan charchamayapsiz? Nech puldan endi hoji aka? 15 ming so'm. 15 ming so'm arzon sotyapsiz ekan. Dehqonchilikda Ha, gap yo'q. Sizda passiyanli bo'ladi? 2 mingta bo'ladi. Telefon nomer aytib yuboringchi. 90'lik. 90'lik 943 943 22 28. 22 28 aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda doim bo'ladi. Bir kunliklari bo'ladi 8 ming so'mdan. Ha, bir kunligi 8 mingdan. Ha, yaxshi. Bular necha kunlik? Ular 25 kunlik. 25 kunlik. Ha, yaxshi, zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar. Akamizni umuman aldamanglar. Manzil 3 tumanida, Namangan 3 tumanida. Aloqaga chiqaverasizlar, xohlasa. 15 ming. Akalar mana hozir nomerini aytib ketgan akamizga qora tovuq juda sevimli tuxum bo'ladi bular. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Bo'pti aka, bozoringiz bersin. Ko'rishamiz. Bu xo'rozlar nech puldan aka? 100 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Qayda aylanishding? Birdan 100 mingdan oldim. Nech puldan aka bular? 170 dan kam. 170. Qanchadan baho bo'ldi? Beradi. Tuxumdanmi aka yo'llar? Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu indiklar nech puldan? Indiklar qanchadan? 500 dan oldim. Tuxumda ekan-a bular? Endi kiradi. Endimi? Rosa to'lib yotdi. Makyonlar nech puldan ashakda? Makyonlar nech puldan? 200 dan oldim. Yaxshi, bozoringiz bersin, ketdik. Aka nech puldan? 180 million. 180 mingdan. Yaxshi, bozoringiz bersin. Ey, osmongacha ketdi, osmonga tovuq narxi akalar. So'ragani ham Brahma paytida 600-700 dollar bo'lgan. Nech puldan aka? 200 mingdan? Kami bor. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Aka nech puldan ekan bular? 160 dan tuxumdan. 160 mingdan. Mana shunaqa to'g'ri olsa Bitta xo'roz olaman. Nech puldan berasiz? 150 dan beradilar bo'lish. O'ta darajada cho'p bo'lib ketdi, cho'p. O'narlar, mana bira. Nech pul ekan birami? 100 ming aytdim og'a.
Qancha? 200 ming aytdim. 200 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Avstralokmi bu? Nech pul? 400 ming. 400 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu xo'rozlar qanchadan? Aslisi Halicha. 300 ming. Qoralarichi? 200 ming. 200 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin, zo'r. Hurmatli obunachilar. O'rdaklarni bitta video qilay, ha. Ko'joqli. O'rdaklar nech puldan ekan? Aktyorlar 140 ming so'm kami bor. Xo'rozchi? Rozlar 200 mingdan kami bor. 200 ming. Yaxshi. Makonlar tuxumdami ekan? Yo'q, endi tuxumga yaqin bo'ladi. Ha, endi yaqin kiradi, ha. Yaxshi, bozoringiz bersin. 150. G'oz nech pul ekan, g'oz? Ati dadam bo'ldi, shunday aka. G'oz egasi band ekan. Jo'jalat. 65 mingdan berib edim. Jo'jalar chiqibdi. Dada jo'jalat. Yo'q, men bu bozorimda ketgan. Bu o'rdaklar qanchadan aka? 80 ming. 80 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. O'rdak ham qimmat. Bu makonlar qanchadan? Mana 200 mingdan. 200 ming. Ular 200 mingdan. 300 mingdan. Bular 300 ming, bular 200 mingdan. Yaxshi, yaxshi, bozoringiz bersin. Mayda, jo'jalar ham chiqdi. Bu jo'jalar nech puldan ekan? 35 ming. 35 mingdan necha oylik bular? 38 kunlik bu. 38 kunlik. Yaxshi, yaxshi, bozoringiz bersin. Xullas bozorda deyarli aylanib bo'ldik. Talablaringga binoan hurmatli obunachilar, mana oddiy to'q bozorni ham videoga oldim. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.